Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugun sizlar bilan talabalarning amaliyotini yuritish, ya'ni careedu.uz platformasi orqali tashkilot qanday yuritadi amaliyotni, shu haqida video dars qilmoqchimiz. Buning uchun careedu.uz platformasiga kiradi, kirish qismini bosadi va tashkilot nomidan kiradi. Tashkilot nomidan kimlar kira oladi degan savolga javob bersak, tashkilot nomidan shu tashkilotning o'zi yuridik shaxs bo'lib va shu tashkilotda ishlayotgan, asosiy shtatda ishlaydigan har qanday odam kirsa bo'ladi. Bu bo'lishi mumkinki, talabani o'zi ham bo'lishi mumkin. O'zining bon ID'sidan olib kirish mumkin. Men hech qanday tashkilotda ishlamayman. Shuning uchun men hozir yuridik shaxs bo'lib, korxonaning nomidan kiraman. Ko'rishimiz mumkin, o'zim geometrik kadastr. Bu yerga ключ teriladi. Biz yuridik shaxs sifatida kiraveramiz. Biz ko'rishimiz mumkin, amaliyotga birinchi o'rinda universitet tomonidan yuborilgan shartnoma degan joyda ko'rinadi. Ko'rishingiz mumkin, biz Termiz davlat muhandislik agrotexnologiya universitetida 02.02.26 dan 31.08.26 gacha shartnoma qilganmiz va bu shartnoma kelganda mana bu joyda faol emas, kutilmoqda turadi. Shu joyni faol qilib qo'yish kerak. Keyin amaliyot bo'limiga o'tadi va shartnoma bo'lgandan keyin universitet tomonidan talabalar biriktiriladi. Ko'rishingiz mumkin, 14 ta va 20 ta talaba. Mana bu joyda hozirgi kunda tasdiqlab yuborilgan. Uni nima qiladi? Mana shu yerdan tasdiqlash, ya'ni pichkani bosib tasdiqlab yuboradi. Va shu talaba shu yerda amaliyot o'tyapti hisob bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, 14 ta talaba mana bu yerda nima qilingan, talabalar ro'yxati ko'ringan. Bunda bu sahifada nimalar bo'ladi? Termiz davlat muhandislik agrotexnologiya universiteti va 10.03.2026 dan 02.05.2026 gacha amaliyot muddati kiritilgan va amaliyot rahbarlari 2 kishi ekan: Soatov Bekzod Shokirov va Dostonbek Hurmatov Ashimov o'g'li. Amaliyot korxona tomonidan amaliyot rahbari esa Botirov Shahboz. Amaliyot kunlari ham kiritilgan bu yerda: dushanba, seshanba, chorshanba va payshanba, juma kunlari. Keyingi bosqichga o'tayotgan bo'lsak, biz talabalarning ro'yxatini ko'rdik. Talabalar rezyumesi yaratilgan bo'lsa, mana bu rezyumesini ham biz yuklab olib talabani bilan tanishishimiz mumkin ekan. Demak, biz davomat va baho degan joyga o'tamiz. Talabani kunlik, ya'ni har kuni mana bu yerda davomatini olib boramiz. Demak, mana bu talaba keldimi, shu har kunligini qo'yamiz. Agar bir oyda bir kirsangiz, misol, bir oyda bir kirsangiz, mana bu yerda oylik umumiy deyapti. Bir oyga umumiy bitta mana bitishga qilsangiz, talaba keldi hisob. Agar ikkita bossangiz, talaba kelmadi hisob bo'ladi mana. Bir oyda o'zgartirib bo'ladi. Keyin bu talabaning davomati. Siz talaba kelganligi haqida berib xabar bersangiz, u o'qituvchiga, ya'ni oliy ta'lim muassasasidan biriktirilgan o'qituvchiga ko'rinib turadi. Keyingisi esa baho qo'yish. Shu joydan, mana shu joydan kunlik talabaning korxona kunlik talabaning bahosini qo'yib, o'zgartirib, olgan bahosini qo'yib boradi va shu jarayon davom etadi. Agar talaba kelmagan bo'lsa, xuddi mana shu tartibda, mana bu Ro'ziqulov Sanjar kelmagan ekan, shunga ham baho qo'yilmayapti. Mana bunday ko'rishingiz mumkin. Talabalar ro'yxatida 14 ta talaba mana shunday ko'rib, bemalol kunlik yo'qlama qilish shart va bahosini qo'yishlari shart. Agarda korxona tomonidan talaba va aytganimdek qabul qilinib, mana shunday kunlik yo'qlama va baholanmasa, talaba kursdan kursga qolib ketadi. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 578-sonli 13-sentabrda qabul qilingan 578-sonli qaroriga va asos bo'ladi, talaba kursdan kursga qolib ketadi.